Salom do'stlar, sizlar bilan Dark Brain o'zida jigarlar, yaxshimisizlar, charchamadinglarmi? Jigarlar, bugun sizlarga hamma so'ragan o'sha kommentimda hamma yozayotgan bu qanaqa Minecraft, qanaqa skilllar qo'yadi bunga deyotganingiz uchun jigarlar, bu videoni sizlar uchun chiqardim jigarlar. Shuncha mehnatim qadrlagan holda sizlar uchun chiqarganim uchun bitta obuna va like'larni bosib qo'yinglar jigarlar, iltimos. Shu 150 ta bo'lgandan keyin zo'r bolalikka ikkinchi qismini chiqaraman jigarlar va men do'stim Nur Minecraft YouTube'ga ham obuna bo'lib qo'yinglar jigarlar. Bo'lsa videoni boshladik. Xo'sh, bundan chiqib olib jigarlar. Xo'sh, Craft World buni nomi. Craft World topish uchun faqat Craft World skachat deb yozasizlar. Xo'sh, mana birinchisini bosib olib, mana chiqadi jigarlar, bag'da skachatni bosib olasizlar. Xo'sh, mana aylanyapti bu. Keyin skachat qilib, xullas tortib olasizlar. Bag'da fayl media yuklanib olmoqda deysizlar. Mana yuklab olish, men yuklab olganman, qayta yuklab olish deyapti. Xo'sh, keyin mana Craft World skachat qilib bo'lib, skin qo'yish aytasizlar. Skin, boy skin deb yozsanglar, mana birinchisi chiqadi, eng yaxshisi. Keyin buni ochib olib, ochgandan keyin xohlaganinglarni tanlaysizlar. Masalan, Herberine mana shunisini tortib, bu skin menda bor galereyamda, shuni mana Dowland Open Soviet Skins deb xullas tortib olasizlar-da. Craft Worldga kirasizlar. Craft Worldda mana bug bo'ladi, shu skin joyiga kirayotganda. Vashi 2-3 marta chiqib, keyin skinlarni bosib olishim kerak. Menda vashi bug bo'ladi, boru. Kir. Mana kirdi. Keyin xullas bu saqlanib bo'lgandan keyin mana boyagi mana xo'sh. O'yinda mana ko'rinishi, o'yinda mana vashi zo'r jigarlar. Buni Craft World vashi zo'r jigarlar, shunaqa mehnat uchun. Obuna va like va Nur Minecraft YouTube'ga obuna va like jigarlar. Keyin sizlarga bitta narsani eslatib qo'ymoqchiman. Craft Worldga bu skin qo'yilmaydi deyishi mumkin. O'shaning uchun jigarlar Craft Worldga ustiga bosib turib, ilova haqida kirasizlar. Kirgandan keyin avtomatik boshlash anaqa tugmasini pastda ilova ruxsatlar turadi. Keyin fayl va media turadi. Sizlarda don't allow turadi. Keyin xuddi o'shaning tepasiga o'tkazib qo'yishinglar kerak. O'tkazib bo'lgandan keyin xohlagan skinlarni qo'yishinglar mumkin. Xo'sh jigarlar. Video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna va like'larni bosib qo'yinglar jigarlar va Nur Minecraft YouTube'ga ham obuna bo'lib qo'yinglar jigarlar va menga ham Dark Brain YouTube'ga jigarlar, sizlar bilan Dark Brain YouTube'ga bo'ldi. Obuna va like esdan chiqmasin. Chao jigarlar.